Shoshilinch xabar barcha o'zbeklar diqqatiga. Afsuski, yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kecha 28 noyabr kuni Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hududida joylashgan 12 sonli ishlab chiqarish sexining yer maydonidan taxminan 3-6 oylik bo'lgan homilaning ko'mib ketilganligi aniqlandi. Ushbu holat haqida Qalampir o'z so'roviga asosan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ushbu ma'lumotlarni ochiqladi. Kecha soat 10:25 da Farg'ona shahar Kirguli mahalla fuqarolar yig'ini Sanoat ko'chasi 240-uyda joylashgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hududidagi 12 sonli ishlab chiqarish sexining yer maydoniga taxminan 3-6 oylik bo'lgan homila ko'mib ketilgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan hodisa sodir bo'lgan joyga shahar prokurori rahbarligidagi tezkor tergov guruhi chiqib, hodisa joyi hamda o'lik homila ko'zdan kechirilgan hamda voqea joyi, ya'ni homila ko'mib ketilgan yerdan qonga o'xshash dog'lar ashyoviy dalil tariqasida olingan. Aniqlanishicha, kecha 28 noyabr kuni soat 10:00 da zavod hududidagi 12-sexning avtomobil to'xtash joyidagi yer maydonida daydi it tomonidan yer kovlangan hamda homila aniqlanib, yer ustiga chiqib qolgan. Uni ko'rib qolgan sex ishchilari esa tegishli tartibda bu haqda xabar bergan. Zavod hududidan topilgan o'lik homilaning o'limi sababi va tana jarohatlarini aniqlash uchun o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotnomasida ona qornidagi o'lik homila, homila ichi infeksiyasi, homila ichi gipoksiyasi, o'g'il bola jinsiga mansub 3-4 oylik homila ekani qayd etilgan. O'lik homilaning genetik materiallari haqidagi ma'lumotlarni olish va saqlash, bazadagi mavjud genetik materiallar bilan solishtirish, uning ota-onasini aniqlash uchun odamning genetik materiallari sud biologik ekspertizasi tayinlangan. Bildirilishicha, hozirda o'lik homilaning onasini topish bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, abort yoki homilani sun'iy tushirishdan keyin tibbiyot yordamiga muhtoj bo'lgan ayollar hamda zavod xodimlarini aniqlash maqsadida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va shahar ichki ishlar bo'limiga alohida topshiriqlar yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruv ustidan nazorat o'rnatilganligi hamda ushbu holat tez orada oydinlashishi aytib o'tilgan.